Va alaykum assalom. Tur o'ynaymiz. Qani? O'ynalar. Qochdi. Qoch. Biz Thompson xalqaro maktablari Shoxontohir filialida turibmiz. Why did you come to our school? Is our school nice? Do you know English? Yes, no. You're not the guy. O'zing shunaqasan. Ko'rdingizmi, bu bolalar chet elga chiqqanda umuman qiynalishmaydi. Sababi ingliz tilini suv qilib ichib yuborishgan. Yes? Yes. Bilasiz, Thompson brendi chet tillari bilan mashhur, ayniqsa ingliz tili bilan. Bu yerda 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar ingliz tilini asosiy fan qilib o'rganishadi. Darslarni esa maxsus Thompson dasturi bilan chet ellik ustozlar o'tadi. Har bir bola ingliz tilini o'rganish jarayonida yiliga 2 marta olimpiadada qatnashadi. Mana yaqinda 20 dan ortiq o'quvchi Amerikaga viza olib, olimpiadaga ketishyapti. Hattoki u viza menda ham yo'q. Thompson xalqaro maktablarida ingliz tilidan tashqari Xitoy tilini ikkinchi til sifatida o'rgatishadi. Yana bir zo'r joyi, siz ko'rib turgan 40 dan ortiq Yevropa universitetlariga Thompsonning a'lochi o'quvchilari imtihonsiz kirishadi. Xullas, sizning farzandingiz ham chet tillarini bilishini hamda yuqori yaxshi natijalarga erishishini xohlasangiz, to'g'ri Thompson maktablarining Shoxontohir filialiga olib kelavering. Bu filial Beruniy, Tinchlik, Huvaydo, Ipakchilik mahallalariga juda yaqin. Bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib maktabni ko'rgani kelishingiz mumkin. Hayotgancha joylar soni chegaralangan. Shoshiling. Thompson International School. Biz liderlarni yetishtiramiz.